Fransiyaning Yevropa ishlariga mas'ul ministri Clément Beaune'ning 30 yanvar taratqularga oshkorlashicha, Fransiyaning muavin tantarbiya ministri Roxana Maraciano Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qatnashadigan, lekin ichilish murosimiga qatnashmaydigan. Clément Beaune'ning aytishicha, olimpikni diplomatik boykot qilishning ta'siri bek kichik bo'ladi ekan. Buning uchun boshqa texnik unumli tadbirlarni qo'llanishni qo'llaydi ekan. U misol elib mundaq degan: tavsiya qilingan Yevropa qonuni, ya'ni barliq majburiy emgak mahsulotlarining Yevropa bozoriga kirishini cheklaydigan qonun. Bu qonun cho'qim Fransiya Yevropa ittifoqining navbatchi raisligini o'tayotgan mezgilda ovozga qo'yilishi kerak. Bu Xitoyga bevosita aytishning bir xil usuli. Biz qo'shal bo'lib qolmasdan, balki yana Uyg'urlarni majburiy emgakka selishga ruxsat qilgan savdo kanallarını to'xtata olamiz. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining bosh kotibi Stoltenberg BBC televiziya kanaliga Ukraina Rossiya jiddiligi to'g'risida so'z qildi. Rossiya tajovuz qilsa Ukrainaga askar avatamdi yo'q degan savoliga qarata Stoltenberg: bizning NATO urush qismlarini Ukrainaga o'rlashtirish planimiz yo'q. Biz yordam berishga tirishchanlik ko'rsatamiz dedi. Tashqi ishlar ministri saviyasida Turkiyadan Orol davlati Moldovaga tunji rasmiy ziyorat ilib borgan ministr Çavuşoğlu Moldovaning tashqi ishlar ministri Abdullah Shahid bilan birlashma axborot e'lon qildi. Ministr Çavuşoğlu mundaq dedi: biz bugun imzolagan kelishimlarning biri savdo va iqtisodiy hamkorlikka munosabatlik. Bu ramka ichida birlashma iqtisod komiteti qurildi. Kelgusi 2 yilda savdo miqdorimizni $100 million yetkazishni maqsad qilamiz. İsrail prezidenti Herzog ikki davlat o'rtasidagi normallashtirish kelishimining keyin tunji qatim Arab birlashma xalifaligida rasmiy ziyoratda bo'ldi va Abu Zabi shahzodasi Al Nahyan bilan ko'rishdi. 2 soatdan ortiq davomlashgan yig'inning beshida Herzog bin Zayedning Isroil bilan Arab birlashma xalifaligining munosabatini taraqqiy qildirishga qo'shgan to'kpisiga rahmat etdi. Xabar qilinishicha, Shimoliy Koreyaning bu yil kirgandan buyongi 30 kun ichida elib borgan 7-qatimliq boshqarilgan bomba sinoqi qo'shni davlatlarda ansizlik paydo qildi. Koreya prezidenti o'rta musofilik boshqarilgan bomba sinoqining elib berilganligini va Shimoliy 2017-yildan buyon tunji qatim bundaq boshqarilgan bombani sinoq qilganligini e'lon qildi. Yaponiya ichki kabinetining bosh kotibi Matsuno Hirokazu bu boshqarilgan bombaning 2000 kilometr egizlikda Yapon dengiziga qarab 800 kilometr masofaga itilganligini bildirdi. Sudanning harbiy hukumatga qarshi namoyishchilar bilan bexatarlik qismlari o'rtasida jiddiylik kuchaydi. Bexatarlik qismlari namoyishchilarga kauchuk o'q va yosh oqqizish bombasi bilan mudohil qildi. Yana bir namoyishchining o'lishi bilan umumiy qazo qiluvchilar 79 ga yetdi. 2021 yil 25 oktyabr Sudanda armiya hokimiyatini qo'lga olgandan buyon xalqning fuqaroviy hokimiyat talab qilish namoyishlari davomlashmoqda.